Xo'p do'stlar, men qaysi videoni kutayotgan edim? Aynan shu videoni kutayotgan edim. Pastga ho'plamay ko'rishinglar mumkin. Salohning vaziyatini. O'zi kirib oyoqni ilib, o'zi yiqilgan mana shu vaziyatda sizlar penalti 100 talik deb aytyapsizlar. Videolar ham chiqaryapsizlar. Argentina sotib olgan deb. Mana shu ikkinchi qism bo'ladi. Video chiqaryapman. Argentinani yomonlab FIFA yordam beryapti degan haterlar, videochilar uchun bo'ladi mana shu. Xo'p, yana qaytarib o'taman. Salah 100% penalti nima deydi? Salah vaziyati 100% penaltiga tortmaydi. Jarima maydoni tashqarisida bo'lganda yana qaytarib o'taman. Jarima zarbasi belgilash mumkin edi sudya. Ammo unaqa bo'lmadi. Salah ichkarida yiqilgani uchun jarima zarbasi penalti qo'ymadi. Hatto VAR ham ko'rmadi. Salah qanday mana simulyatsiya desa ham bo'ladi buni. Sal fikrlab video chiqaraylik.